Shunaqa bolalar bor, sevganidan uzoqlashib ketadi, hayotidan problemalar paydo bo'lganda. Sabab nimada deb o'ylaysizlar? Da to'g'ri, g'alati bo'lib ko'rinishi mumkin. Agar sevadigan bo'lsa, nima uzoklashyapti, demak chin ko'ngildan sevmas ekan deb o'ylashinglar mumkin. Agar erkak kishini boshida problema, tashvishlari ko'payib ketadigan bo'lsa, qizni ham o'zi bilan o'sha problemalarga sherik qilishni xohlamaydi-da. Uni xayolida faqat bitta narsa bo'ladi, o'sha sevgan insonini, yaqin odamini o'zi bilan birga pastga tortib ketmaslik. Ichida primerna shunaqa o'ylaydi-da. Agar meni hayotim dabdalasi chiqib ketayotgan bo'lsa, menga qadrli bo'lgan, sevgan yaqin insonlarimni o'zimdan maksimalni uzoqlashtirishim kerak. Как будто uni hayoti cho'kib ketayotgan kemaga o'xshaydi. Uni asosiy maqsadlardan bittasi yaqin insonlarni o'sha problemadan uzoqlashtirish bo'lib qoladi. Bu narsalar senga his-tuyg'ulari yo'qligi uchun emas, mana shu ishlarni to'g'ri deb o'ylagani uchun qiladi. Shuni esingdan chiqarmang. Подписаться bo'lsa